tecavüzcü Xitaylar üst saylap geldi. Hem şu Xitay saylap belki şu kişimiz başta ana şunun başqarışı aslında 71 yıl zulümle yaşap geldik. Biz chet elda turib, bir davlat turib, ya'ni mana shu Turkiyadek erkin bir davlat turib, qaraydigan bo'lsak, ayni Xitoyga o'xshash o'zini üst saylab oladigan, 7-8 odam birlashib bir dernek jamiyat qurib oladigan, uning uchidan birini boshqaladi deb oladigan. Qarasak, bu Uyg'ur xalqi bir, vatanimiz bir, millatimiz bir, dinimiz bir, yurtimiz bir, davoyimiz bir. Ama o'zini men bosh deb olgan odamdan soni qarakanligidan oshadi. Shuning uchun biz mana shu xalqimizningki tanlashi bilan, ya'ni xalqimiz o'zi so'ygan, xalqni so'ygan, Alloh so'ygan, Allohni so'ygan, vatanimiz Sharq Turkistonga haqiqiy o'ziningki jaddil iymoni bilan yo'l ocha oladigan. Chunki qaraydigan bo'lsak, bugungi chet elda da'vo qilganlarning ichida tamam namoyish qildik. Buni hammamiz qilib boqdik. Guvohlik berib boqdik. Nurg'unlagan turli ishlarni qilib boqdik. Buni hammamiz qilardik. Ammo butun dunyoda 71 yildan beri hech birimiz vatanimiz Sharq Turkistonga yo'l ochmadik. Alloh bizni afv qilsin qarindoshlar. Asli bugünkidek zulmda yaşayotgan, yani vatanimiz Sharq Turkistondagi zulm dunyoning hech bir yerida yo'q. Bunga shohid ketmaydi qarindoshlar. Mana bu shunda qop-qora zulmning ishida tursa, inson tasvirligisiz, o'yligisiz. Mana bu yerga qaraydigan bo'lsak, zaldagi hamma qarindoshlarning ya urug' tuqqani, ya do'sti, ya oilasi Xitoyning turimida yaxshi yetibog'liq. Ana ashularni biz jinimizda, qinimizda to'kmay turib, ayni Abiya Muxlan istiqlol marshida qaraydigan bo'lsak, suyimli qarindoshlar, meni to'liksang Uyg'ursida, qon to'kmay, jon vermay, vatanni mustaqil qilib bo'lmaydiganligi deyiladi qarindoshlar. Navachanda vatanimiz Sharq Turkistonga amaliy harakat qilmay, vatan mustaqil bo'lib qoladigan ish bo'lsa, payg'ambarimizlik zot aslo jihad qilmaydi. Duo qilib o'tirdi, andan balki shu o'rlikini dedi. Lekin Alloh yo'lida jon to'kmay, Alloh yo'lida hayotini qurbon qilmay, Alloh yo'lida meni fido qilmay turib, bu mustaqillikning kelmaydiganligi uchun, bu o'rlikning qo'li kelmaydiganligi uchun, zalimdan, kufrdan qutulishning mumkin bo'lmaydiganligi uchun payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ham sahobalar nima ish qildi? Alloh yo'lida ana shu mushrik kofirlarning qo'li ezilgan, dahshatli bo'langan o'zininki ayollariga, qizlariga, hamshirli farzandlariga ana shu ummati Muhammadga soyib chiqdi qarindoshlar. Nima ish qilib? Amaliy harakat qilib, amaliy kurash qilib. Suyimli qarindoshlarimiz, Suriyada qaraydigan bo'lsa, Suriya xalqi o'zininki ayollarini, o'zininki bolalarini qutqizish uchun kurash qilyapti. Turkiyaga qaraydigan bo'lsak, PKK, PYD butun terrorchilik qarshi doim urush bor. Falastinga qaraydigan bo'lsak, mana shu xalqi janining yetkinchi shu zolim qarshi urush qilyapti. Arkan qaraydigan bo'lsak, shu butun dunyoda mazlum davlat bir biz emas, ammo amaliy harakat qilinmagan birdan-bir mazlum davlat biz qarindoshlar. Bu butun erlarimiz uchun hamnumuz. Alloh saqlasin, mushmada dunyoga ketib qolsa, qaysimizning jannatga kirdiganligini men tartib shaxsan mening ishonchim yo'q. Chunki o'zining ayolini, o'zining qiz farzandlarini qo'lda yanmagan u ummatning erkaklari ne Allohga yuz kelarisin, ne vatanga yuz kelarisin, ne shu vatanni turma lagerda yotgan qarindoshlarimiz yuz kelarisin, ne ajdodlarimiz yuz kelarisin. Alloh saqlasin, mushmada dunyoga ketib qolsa, hammamiz qor yuz ketib qolamiz qarindoshlar. Alloh bu kundan saqlasin. Alloh muborak subhanahu va taolo bizni mana bu jonimizni qurbon qilish orqali, hayotimizni qurbon qilish orqali, issiq kunimizni tugash orqali ana shu Xitoylarga qarshi amaliy harakat qilgani, tajovuzchi Xitoy kofirlarini amaliy harakatimiz bilan yo'q qo'ygan nasib qilsin. Anda bu yerga